Mana shu oyog'im og'rib, meni Gulnoraxon hamda Muhabbat opa shu yuring shu yerga biz bilan birga qatnashing deb Oltin ko'z jamoasiga yetalab kelishgan. Mana o'shandan beri mana shu jamoada qatnashaman. Mana 7 yil bo'ldi oyog'im og'rimaydi. Tuzum yo'q, Xudoga shukr. Sog'lom tanda, sog' aql deganidek biz hammamiz birgalikda mashqlar bajaramiz. Taekvondoga chiqamiz. Ayniqsa yozlarda ochiq havoda yugurish hamda mashqlarni shu yerlarda bajaramiz. Yoshim 78 da. Ko'pchilikka aytaman, bizga qo'shilinglar deyman, lekin ayollar dangasalik qilishadi. Kelishadi, bir kun yo 2 kun kelishgandan keyin juda ham erta kelarkansizlar deb qatnashmay qo'yishadi. Mana Tanjonimiz sog'. Medosmotrdan o'tdik. Meni ko'rib turib, hech qattingizda kasal yo'q deyishdi. Jigarlarim, hatto o't tufayli pochkalarim ham hammasi sog' salomat bo'lib chiqdi. 6da kelib turib, avvalo gimn aytamiz, undan keyin mashqlarni bajaramiz. 3 kuruk yuguramiz, obicha aylantiramiz, arg'amchida sakraymiz, undan keyin mashqlarni bajaramiz. O'shandan keyin mana yotib turish, qoringa press bor, ajumani bor, ko'tarish, haligi mustik deganlar bor, shularda shug'ullanamiz. Bajarib bo'lganimizdan keyin albatta jicha dam olib turib, keyin hammamiz tarqalamiz. Hech kim hali og'rib shikoyat qilgani yo'q. Bizga o'xshab yurishsin, bizdan o'rnak olishsin, doimo sog' bo'lib yurishlikka mana shu sport sabab. Hozir mana prezidentimiz hammaga aytyapti, sport bilan shug'ullaning deb. Mashq qilganga albatta Alloh Tanjoni sog' bo'ladi, yurishi, kayfiyat a'lo bo'ladi. Doimo sog' salomat bo'lib yurishlikda mashg'ulotlarimiz bizga yordam beradi.